Windows'daki hujjat mashg'uloti. Hamda biz bu yerda Microsoft Word to'g'risida dars so'zlab o'tib, nima uchun hujjat mashg'uloti to'g'risidagi mazmunni bu yerga qisqartirdik deganda, biz odatda Word'da yoziq tahrirlayotgan vaqtimizda amaliyotda bir hujjatga nisbatan mashg'ulot olib borayotgan bo'lamiz. Yana bir dona Word hujjati qurilgan bo'ldi. Shu hujjatga nisbatan o'zgartish olib boramiz, uni saqlaymiz. Shuning uchun Windows'dagi hujjat mashg'ulotini bilib olish bir qadar muhim. Yeni kelib biz tahrirlagan hujjatlarimizni ko'chirish yoki boshqa bir hujjatni ekilib buni echib tahrirlash qatorliq ishlarga yo'liqqan vaqtimizda garchi yoziq tahrirlashni bilsakmi, hujjatimiz qayerda saqlandi, buni qandoq avatima yoki qandoq ekilib ochima deganga o'xshashlarni bilmay qilishimiz mumkin. Shunga Windows'dagi hujjat mashg'uloti to'g'risida ozroq to'xtaylik. Biz Windows'dagi hujjat mashg'ulotida bilib olmoqchi bo'lgan ish diskka hujjat qisqich va hujjatning munosabati. Ondan shu hujjat qisqich yoki hujjatga nisbatan yangidan qurish, ko'chirish va o'chirish mashg'ulotlarini olib berish. Biz buni amaliy misollar orqali ko'rib boqaylik. Windows'ta saqlangan hujjatlarni biz ko'rish yoki hujjatga nisbatan mashg'ulot olib berish uchun kompyuter degan bu simbolgini ustal yuzidan olsak bo'ldi. Bu yerda ko'ringani kompyuterning ichidagi disklar. Yana bu yerdagi bu ko'ringan 4 diska biz odatda hujjat mashg'uloti olib boradigan disklar. Endi bu yerdagi bir qism hujjat qisqichlar, bu alayda hujjat qisqichlar. Gerçi bu yerda ayrim ko'ringan taqdirdami, amaliyotda kompyuterningki bosh sistema diskasida saqlangan bo'ldi. Hujjat saqlanadigan disklar yana bu yerda ko'rinyotidi. Bu biz xohlagan bir diskani olsak, buning ichida hujjat qisqich yoki hujjatlarni ko'ramiz. Yana bu yerdagi diskini bizningki ishxona yoki uydagi bir ishkap qo'shishga bo'ldi. Yana hujjat bir narsa solgan ishkap. Hamda buning ichidagi hujjat qisqichlar bo'lsa, odatda ishxonada bir qancha hujjatni saqlab qo'yadigan arxiv xaltasi yoki hujjat qepiga o'xshash narsani ko'rsatadi. Bir hujjat qisqichning ichiga yana boshqa hujjat qisqichlarni qo'yish bo'ldi yoki bevosita hujjatni solish bo'ldi. Masalan, biz bu yerdan bir hujjat qisqichni ochaylik. Bunu açsak bu hujjat qisqichning ichida yana 3 tane hujjat qisqich, ondan yana bir hujjat bog'liqini ko'ramiz. Yana diskka hujjat qisqich va hujjatlarning munosabati. Diskining ichida hujjat qisqichlar bo'ldi, hujjat qisqichning ichida yana hujjat bo'ldi. Yani cho'ngdan kichikka mush tartib bo'yicha chizildi. Endi bularga nisbatan biz yangidan qurish, ko'chirish, o'chirish mashg'ulotlarini olib bora olamiz. Yana biz bu yerda oldi bilan bir hujjat qisqichi qurib, uni ko'rib boqaylik. Hujjat qisqichi qurmoqchi bo'lsak, bikoyaga mousening o'ng knopkasini bosib, chiqqan tizimlikdan tanlab bersak bo'ladi. Ya'ni yangidan bir narsa qurishni ko'rsatdi. Buning ichida hujjat qisqich yoki hujjatlarni qurish bo'ldi. Biz hujjat qisqichi quraylik. Bunu qurgandan keyin buningga ism kirgizishni talab qildi. Biz buningki Uyg'urcha mashiq hujjatlar deb ism qo'yib beraylik. Ya'ni biz bu yerda bir hujjat qisqichini qurib oldik. Navoda biz hujjat qurmoqchi bo'lsakmi, mushkil usulda qursak bo'ldi. Yoki bo'lmasa, nurg'un hujjatlarni maxsus o'zining programmalari quradi. Masalan, Word hujjatini Word bilan quramiz. Resim hujjati bo'lsa, resim chizuvchi orqali yoki Photoshop orqali quramiz deganga o'xshash. Biz hozir mashiq hujjati degan bu o'zimiz qurgan hujjat qisqichini ochaylik. Buning ichiga bir tekst hujjati quraylik. Yani o'ng knopkani bosdik, chiqqan tizimlikdan tekst hujjati. Yana buningkiga ism qo'yib bersak bo'ldi. Sinoq hujjat.
Biz özümüz qurgan hüccet qısqışının içine yeni bir hüccet qurib oldik. Yani bu quruş məşğulatı şunday oldu. Yoki bo'lmasa boy degandek maxsus programmalar orqali qursak bo'ldi. Qurgan vaqtida buningki o'rnini aniq deb berish kerak. Hozir bizningki qurgan hüccetimizningki adresi F diski ostidagi Word 2013 Cross. Bunun ichida mashq hüccetler. Onun ostida bizning hüccetimiz bor oldu. Endi biz hüccet ko'chirish mashg'ulotini ko'rib boqayli. Bu ko'znak turib tursin, biz yana bir ko'znak ochayli. Bu ko'znakning ichidan yana F diskini ochib oldik. Bunun ichidan Word 2013 Cross. Bizning hozir yangidan qurgan hujjatimiz, ya'ni sinaq hujjat deganimiz bu mashq hujjatlar degan qisqishning ichida. Endi biz bu hujjatni bu yerdagi PPT degan hujjat qisqishning ichiga ko'chiraylik. Ya'ni PPT degan hujjat qisqishni ochdik. Buni ko'chirish uchun bu hujjatga o'ng knopkani bosib bu yerdan ko'chirish ko'chirdik. Endi biz buni bu yerga kelib chaplaymiz. Masalan, o'ng knopkani bosdim. Bu yerda chaplash degan tizimlik a'zosi bor. Buni bossam, bizningki bu yerdagi hujjatimiz ko'chirilib bu yerga keldi. Ya'ni ko'chirilgan vaqtida asli hujjat o'z o'rnida qolib qoldi. Buningdan yana bir nusxa o'xshash bo'lib nishon hujjat qisqichga ko'chirildi. Endi biz bu hujjatni qurdik. Navoda o'chirmoqchi bo'lsak, bunu yana tanlab, o'ng knopkani bosib, o'chirishni tanlasak bo'ldi. Ya'ni o'chirish. Bu hujjat o'chirildi. Endi navoda biz hujjatni yo'tkamoqchi bo'lsak, oldi bilan bu hujjatni ko'chirib, bu yerga chapladik. Aslidagini o'chirsak, biz yo'tkash maqsadiga yetgan bo'lamiz. Yani ben knopka taqsidan del knopkasini bevosita bosib o'chirib etdim. Yoki o'ng knopka orqali bayatongdek o'chirsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa yo'tkash uchun bevosita kesib chaplash usulini qo'llansak bo'ldi. Yani o'ng knopkani bosdim, hujjatni tanlab. Bu yerda kesish degan tizimlik a'zosi bor. Kesish, undan keyin bu yerga kelib chaplash. Yani biz hozir hujjat qurish, ko'chirish va chaplash mashg'ulotini ko'rib o'tdik. Navoda biz o'zimiz tahlilgan hujjatni boshqa bir kompyuterga yo'tkamoqchi bo'lsak yoki boshqa odamga bermoqchi bo'lsak, barmoq diska, ko'chma diska deganga o'xshash narsalarni kompyuterning USB g'izig'iga chetib, hujjatlarimizni shu xil usulda ko'chirsak bo'ldi. Yoki bo'lmasa boshqalar barmoq diska yoki ko'chma diskada eklagan hujjatlarni kompyuterimizga chetib, shu xil usulda ko'chirib, o'zimizningki kompyuterning diskalariga ko'chirib, undan keyin ishlatsak bo'ldi. Biz mayli o'rganish jarayonida olsun yoki keyin amaliy xizmat jarayonida yoziq tahlilgan vaqtimizda olsun, cho'qim hujjatlarimizni muqim o'zimiz biladigan bir o'ringa ko'chirishimiz kerak. Ya'ni biz hujjatimizningki qaysi diska, qaysi hujjat qisqishda ekanligini aniq bilishimiz kerak. Ko'pincha odamlar odatda Wordda bir hujjatni yangidan quradi, diski bilan chatag'i yo'q. Yezib saqlab o'tadi, keyincha nega saqlaganini o'zi uqolmay qoldi. Bu vaqtda topmoq tez bo'ldi. Shunga cho'qim o'zimiz ishlatadigan hujjatlarni muqim bir mundarjaga qo'yib, masalan, shunga o'xshash F diska, qaysi diska ekanligini cho'qim bilamiz, uning ichiga bir mundarja quramiz, o'zimiz xohlagancha shuning ichiga saqlasak bo'ldi. Yoki buningga o'xshash yana bir tarmoq mundarja qurib, shuning ichiga saqlasak bo'ldi. Masalan, mashq hujjatlar deganga o'xshash. Ya'ni ki hujjat olsun yoki hujjat qisqichi olsun, buning ismini cho'qim o'lchamli qo'yishimiz kerak. Yani bir qarablı tushangil oldig'ani, buniki qarab biz mashq hujjat ekan yoki buniki qarab bu bir sin hujjat ekan, bu PowerPointning hujjat ekan, bu rasm hujjat ekan deganga o'xshash ismi qarablam uqalaydigan bo'lishimiz kerak. Hujjat mashg'uloti munosabatlik mazmunlarimiz bu yerda tugadi.